Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Videoni oxirigacha ko'ring. Videomiz davomida sigirlarda matsit bo'lishi, ularning sabablari, ularni qanday bilsa bo'ladi oldindan va oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Bu video sizga ozgina bo'lsa-da yordam beradi. Sigirlarni yangidan tuqqanda, agar sigiringiz juda ham ko'p sut berayotgan bo'lsa, kechqurun sog'mayman, ertalab sog'aman bir yo'la demang. Agar suti juda ham ko'p bo'lsa, matsitni oldini olish uchun 3 mahal sog'sangiz ham bo'ladi. Ko'pincha bu kasallik ko'p sut berayotgan sigirlarda uchraydi. Buzog'i to'yib qoladi, siz sog'maysiz, sut yig'ilib qoladi yelinida va yig'ilgandan keyin matsitga olib keladi. Matsitni qanday bilsak bo'ladi oldindan? Sigirni yelinida qizarish bo'ladi va qotish bo'ladi. Yangidan tuqqan sigirlarda yelinida qotish bo'ladi. Oxirigacha sog'ing va buzoqqa qoldiring, urib titib yuboradi. Agar sut yig'ilib qolsa, ko'pincha matsitga olib keladi. 3 mahal sog'ing, sigirni yeliniga e'tiborli bo'ling. Sigirlar ko'p ham zak joyda yotmasin. Yotgandan keyin soqqaningizdan keyin 20-30 minut sigirni yelinini tutasini teshiklari ochiq bo'ladi. O'sha paytda virus kiradi va sigirni yelini matsitga olib keladi. Iloji boricha vitaminli yemlar, yemishlardan yaxshi qarashing. Bir hafta 10 kundan keyin ishtahasi ochilsa, immunitet pastligidan ham shu matsit kelib chiqadi sigirlarda. Iloji boricha sigirlarda yelinida sut qolmasin, yotoq joyi quruq bo'lsin. Yotoq joyi zak o'tishdan ham shamollaydi yelin. Yotganda yelini yaxtayda yotadi va iflos joyda bo'lsa, viruslar kirib oladi yeliniga va rivojlanadi matsit. Iloji boricha qattiq ushlab sog'mang. Asta-asta sog'ing va 3 mahal sog'ing. E'tiborli bo'ling o'sha narsaga. Ko'p sut yelinida qolib ketish kerak emas. Oxirigacha sog'ib oling. Har doim suti yelinda qolib ketmasin. Sigirlarimiz har doim bizlarning ro'zg'orimizni obod qiladi. Sariq moy, chakki ham buzog'ini katta qiladi. Bu sizga moddiy tomondan eng foydali bo'lgan sog'im sigirlar. E'tiborli bo'lishimiz kerak va sigirni yelinini har doim toza saqlang. Toza saqlasangiz, bu sizni sutingiz ham toza bo'ladi, sigiringiz ham sog'lom bo'ladi. 3 mahal sog'ing ko'p sigirni ko'pincha.